Rahmat. Endi keyingi slaydga o'tamiz. Agar ko'pchilik kirib olgan bo'lsa, men darsimni boshlayman. Aktiv bo'linglar, qatnashinglar, darsda maza qilib, gaplashib, suhbatlashib master klassni o'tamiz. Savollar bo'lsa, darsni oxirida, ya'ni master klassi oxirida har bittanglar bilan savolinglarga javob beraman. Nima qiziqtirayotgan bo'lsa, hammasini gaplashib, maza qilib master klassni o'tkazamiz. Ilohim xayrli bo'lsin, boshladik. Bugun biz nimalarni o'tamiz? Bugungi darsni o'tishdan oldin men kechagi dars haqida qisqacha xulosa qilib ketmoqchiman. Kechagi kundagi darsimizdan, ya'ni 3 ta qisqacha xulosam bor. Birinchisi, buxgalter bo'lish bu sarmoya. Bilimga sarflangan mablag'. Bu investitsiya. Bilimingizni hech kim tortib olmaydi. Ikkinchisi, bu katta daromad tizimidan keladi. Ya'ni bilimni o'zi yetarli emas. Uchinchisi, $3000 daromadga chiqish bu mantiq, formula. Bu haqida bugun chuqurroq tizimlashtirib, ya'ni men yo'l qilib kelganman, aniq reja qilib kelganman, tushuntirib beraman. Yaxshi buxgalter biznesga xarajat emas, daromad keltiradi. Rahmat. Qotib qoldi deyapti. Bugun darsdan keyin sizlarda bo'ladigan o'zgarishlarni men aytaman. Nimalar o'zgaradi? Birinchi bo'lib sizlarda mijozni topganingizda qanaqa gaplashishni bilasiz. Ya'ni sizni mijozingiz bu tadbirkorlar, firmalar, har xil kompaniyalar bo'lishi mumkin. Ular bilan kelishuv qilishni o'rganasiz. Ikkinchisi, o'zingizni buxgalterlik xizmatingizni narxini baland eta olasiz. Ya'ni qanaqa narx qo'yishni o'rganasiz o'zingizni xizmatingizga. Uchinchisi, daromadni oshirish tizimini tushuntirib beraman. Ya'ni tizim bilan ketma-ketlikda hammasini o'rganib olasiz. Ishlayapti. To'g'ri, xarajatingiz harakat nolga teng. To'ppa-to'g'ri. Zilolaxon, albatta inson oldi o'zi harakat qilish kerak. Biror natijaga erishish uchun harakatingiz bo'lsa, keyin siz xohlagan natijaga erisha olasiz. Ketdik. Bugun sizlar bilan nimalarni o'tamiz? Bugun sizlar bilan buxgalteriyaning haqiqiy mohiyatini ko'rib chiqamiz. Buxgalteriya haqida men to'liqroq ma'lumot beraman. Mijozingizni, ya'ni tadbirkorni ichidan tushunishi, ya'ni tadbirkor bilan gaplashishni, qanaqa qilib tushunishni men sizlarga o'rgataman. O'zingizni xizmatingizni balandroq sotishni. Bunga 3 ta haqiqiy, ya'ni 3 ta misollar ko'rib chiqamiz. Men misollar keltirib berganman. Bularni ham ko'rib chiqamiz. Keyin bu darsda ham biz albatta detoks amaliyotini kirgizganman. Detoks bilan amaliyot qilamiz. Va eng yoqimli joyi sovg'alar va bonuslar haqida gaplashamiz. Siz uchun sovg'alar tayyorlab qo'yganman. Birinchi sovg'am notebook. Notebookni faqat 3 kun master klassi oxirigacha qatnashganlarga bepulga sovg'a qilaman. Ikkinchi sovg'am 10 ta odamga $1900 turadigan kursimni bepulga beraman. Kichkina sharti bor. Buni ham darsni oxirida aytaman. Do'stlar, bu kursimni odamlar o'qish uchun katta pul to'lab menda kelib o'qishadi. Men sizlarga bularni tekinga berib boraman. Uchinchisi, 3 ta darsi bepulga. Bu mini kurs. Bu sovg'ani bugungi darsda ishtirok etgan har bitta ishtirokchiga, har bittanglarga qo'lga kiritasizlar. Bunaqa katta marafon hali bo'lmagan. Bunaqa katta marafonda ham albatta sovg'alarga to'la marafon men hali ko'rmadim va bo'lmagan. Bonuslarni, ya'ni sizlarga beriladigan bepul darsliklarni, mini kurslarni turadigan umumiy narxi 4,260,000 so'm. Bugun har bittanglarga sovg'a qilaman shu kurslarni bepulga. Bu kurslar buxgalter kim? Raqamli texnologiya, ya'ni buxgalterlar hozirda ishlatadigan barcha zamonaviy dasturlar haqida.
Uchinchisi, sizlarga 1S dasturida amaliyot qilib ko'rsatganman. Ya'ni birga, amaliyot qilib ishlab ko'rsatib beraman hammasini. Ko'rib chiqasiz bu darsda. Buxgalter kim degan darsimda buxgalteriya kasbi to'g'risida chuqurroq tushuntirib ketganman. Ya'ni buxgalteriya qiladigan xatolari, boshlaganlar uchun aniq, harakatlar rejasi. Nimadan boshlash kerak, nima qilish kerak, hammasini man aytib berganman. Bu darslikda bu bilimlarning narxi 990 ming so'm. Sizlarga bugun bepulga beraman. Keyingisi raqamli texnologiyalar. Bu darsimda ham 1S dasturi, Ddocs, soliq dasturlari va, har xil saytlar haqida chuqurroq tushuntirib ketganman. Ya'ni hozirgi kunda zamonaviy buxgalteriyada ishlatadigan barcha dasturlar haqida. Bu darsimning narxi 1 290 ming so'm. Bugun bepulga olasiz. Uchinchi darsim 1S amaliyoti. Bu darsimda, dasturda amaliyot qilib ko'rsatganman. Ya'ni bank kassa operatsiyalarini o'rgatganman. Bu darsning narxi 1 490 ming so'm. Bugun qatnashganlarga bepulga beraman. Do'stlar, sizlarga shunaqa havasim kelyapti. To'g'risini aytaman, bepulga sizlarga $350 mini kurslarni bepulga beryapman. Efirni oxirida hammanglar sovg'ali bo'lasizlar. Sovg'adan umidvormiz. Albatta beramiz. Oxirigacha qatnashsanglar, menejerlik yozsa hammaga tashlab beradi. Bu mini kurslarni albatta hamma uchun, hamma qatnashganlar uchun beramiz. Birinchi kuni qatnashmaganlar yoki mani birinchi marta ko'rib turganlar bo'lishi mumkin oranglarda. O'zim haqida qisqacha tanishtirib ketmoqchiman. Men Dildora Alixanova 18 yildan beri bosh buxgalter bo'lib ishlab kelaman. Ya'ni Artel, Mediapark, maishiy texnika ishlab chiqaradigan korxonalarda ishlaganman. Flyone aviatsiya kompaniyasi, ya'ni turli xil shaharlarga uchiradigan, samolyot uchiradigan korxonada ishladim buxgalter bo'lib. Undan tashqari katta qurilish kompaniyasida ham bosh buxgalter bo'lib ishlaganman. 2008-yildan 10 yil davomida migratsiya agentligida, ya'ni Koreyaga ishga jo'natadigan agentlikda ishlaganman. 2024-yildan boshlab dars berishni boshladim. Ya'ni, darsni buxgalteriyani chin dildan o'rganmoqchi bo'lganlarga o'rgatishni astoydil men xohladim va dars berishni boshladim. Darsni oxirigacha qatnashinglar iloji boricha, chunki zapis bo'lmaydi. Iltimos, agar, foydali bo'lsa yozib olinglar, sizlarga foydasi tegadi, foydali bo'lgan bilimlarga ega bo'lasizlar. Nima uchun men bilan bu yo'lni boshlashingiz mumkin? 18 yil davomida yuzlab shogirdlarim deyarli hammasi ishlab, katta daromadlar qilishyapti va, tajribam ham yaxshigina. O'shaning uchun, men sizlarga aytardim, bemalol qo'rqmasdan o'qishingiz mumkin. Xo'sh, kelinglar do'stlar, bir gaplashaylik. Kim qaysi shahardan yoki viloyatdan O'zbekistonni qayerdan kuzatyapsiz mani? Kommentariyada yozinglar. Shahar, tumaningizni yoki viloyatni yoki chet eldan kuzatyapsizmi? Yozinglar. Gaplashamiz, tanishamiz. Qani, ketdik. Yozinglar. Tak, men kira olmadim. Nega o'tmayapti? Ko'p qotib qolyapti dedi. Andijon, Samarqand. Men Samarqandga juda ham ko'p borganman. Oylab yashaganman Samarqandda ish yuzasidan. Toshkent. Xursandman. Toshkentdan ham kuzatayotgan ekan. Andijonliklar bugun ko'p kiribdi. Kecha xorazmliklar rosa ko'p kiruvdi. Surxondaryo, Qashqadaryodan, Behruzbek Qashqadaryodan, Sadirtepa, Toshkent viloyati ham bor ekan. Mehribonu Toshkent viloyati, Chinoz tumani ham bor ekan. Toshkent, Yangiyo'l. Bugun toshkentliklar ko'p kiribdi shekilli, Toshkent shahar, Toshkent viloyatliklar. Xursandman. Toshkent,
Kamol opa Toshkent ekan. Uchquduq, Mavlon. Xursandman. Uchquduq, bu Navoiyga qararmidi? Yuqori Chirchiq, Telegramdan ham Samarqanddan. Xursandman. Samarqanddan Qo'qon, Farg'ona. Zo'r, zo'r. Menimcha, O'zbekistonni hamma joyidan bizani kuzatayotgan ekan. Men juda ham xursandman. Ko'pchilik kirgan ekan. Bugun lekin toshkentliklar yutibdi shekilli. Toshkent viloyati, Toshkent shahri ko'proq. Navoiy shahridan xursandman. Shahnoza opa Navoiy shahridan ekan, Farg'onadan. Xursandman judayam do'stlar, hammani ko'rganidan, butun respublikada kuzatayotganidan judayam xursandman, hammani ko'rib turganimdan. Qani ketdik, davom ettiramiz. Bemalol kommentariyaga yozinglar, maza qilib gaplashib, sizlar bilan master klass o'tamiz. Bu yerda men migratsiya agentligida ishlab yurgan paytlarim, chunki menga migratsiya agentligida judayam katta maktab bo'lgan. Koreyaga jo'natadigan agentlikda ishlaganman. Xo'p, bugun men erkin yashayman. Do'stlar, men ham qishloqda o'sganman. Qishloqda katta bo'lganman. O'qishga kelib, qishloq hayotiga qaytmaslik uchun men tinimsiz harakat qilganman. O'zim xohlagan hayotni qurishga, xohlagan mashinani olishga va albatta xohlagan narsalarimni olishga men o'zim harakat qilganman. Harakatlarim evaziga bularni hammasiga men erishdim. Bilasizlarmi, odam hayot tarzini o'zi uchun o'zi quradi. Chunki siz o'zingiz qaror berasiz qanaqa yashashga. Hech kim menga misol tayyor qilib bermagan. "Men Dildor ol, senga uy yoki mashina" deb. Buni hammasiga men o'zim erishganman. Albatta harakatlarim va bilimlarim evaziga. Hozir men vaqtimga qanaqa sarmoya kiritishni juda yaxshi bilaman. Ya'ni sarmoya kiritishni o'rgandim. Buxgalterlik bu bitta joyda o'tirib ishlash emas. Hamma o'ylaydi, buxgalterlar ertalabdan kechgacha bitta joyda ishlaydi, bitta joyda o'tirib ishlaydi deb. Siz xohlagan joyingizda, xohlang dunyoni xohlagan burchagingizda ishlashingiz mumkin. Xohlang Dubayda, xohlang Antaliyada o'tirib, bemalol buxgalterlik ishingizni qilib, pul topib o'tirishingiz mumkin. Mana masalan, qayerga safarga borsam, har doim noutbukimni ko'tarib yurganman. Chunki buxgalter bo'lganingizdan keyin noutbuk sizni yarim bo'lagingiz bo'lib qoladi. O'shaning uchun men har qayerga borsam, men albatta o'tirib, bemalol ishlab, ishimni qilganman. Va olgan har bir bilimingiz hayotingizda qulflarni ochadi. Faqat to'g'ri tizimlashtirish kerak, to'g'ri yo'nalish bo'yicha borishingiz kerak. Amin, nasib qilsin. O'tmayapti. Bir paytlar men ham yangi joyga borishga, odamlar bilan tanishishdan juda ham qo'rqqanman. Ya'ni yangi muhitni men hech ham yoqtirmaganman. Hammasi bittagina qilgan qarorimdan boshlangan. Qilaman, eplayman, astoydil men qat'iy qaror qo'yganman. Bugun yangi insonlar bilan tanishaman, yangi tajribalar bilan bo'lishaman. Odamlar orasiga kirishga qo'rqmayman. Nimaga? Chunki bemalol men o'zimni tajribalarim bilan bo'lisha olmayman, almasha olmayman. Albatta buni hammasi bir kunda bo'lib qolmagan. Bu necha yillik meni mehnatlarim evazidan kelgan. Ko'pchilik o'ylashadi, moliyaviy erkinlik deganda qimmat mashina, uy, sayohatlar yoki ko'pchilik tasavvur qiladi, boylarcha yashasa bu moliyaviy erkinlik, ya'ni boylarcha hayotni tasavvur qiladi. Men uchun hozir haqiqiy boylik bu xotirjamlik. Tinch yurak degan xulosaga keldim. O'zingizga ishonch, o'z kuchingiz bilan biror narsaga erishishingiz, oilangizga yaxshi hayotni yaratish. Ya'ni odam qachonki o'zingizni yaqinlaringizga biror narsani olib bersangiz, xursand qila olsangiz, o'shanga imkoniyatingiz bo'lsa, men o'ylayman, mana shu boylik, mana shu xotirjamlik. Pul faqat vosita. Mana shu moliyaviy erkinlikning haqiqiy ma'nosi.
Tikuvchilik sohasida o'qiganman va ishlayman. Shu buxgalteriyaga qiziqib qoldim. Buni o'rganishga ko'p vaqt olmaydimi? Oybek Boltaboyev yozyaptilar. Eee, Mani kurslarimda bemalol 2 oyda o'rgansangiz bo'ladi. Qani ketdik do'stlar. Buxgalteriyani haqiqiy mohiyatini men tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib buxgalteriyani haqiqiy mohiyatini biz tushunib olishimiz kerak. Buxgalteriya bu til. Xuddi aytganimdek, o'zbek tili, rus tili yoki shunga o'xshagan biror bir til deb solishtiradigan bo'lsak, ya'ni biznesni moliyaviy tili bu buxgalteriya. Ya'ni biznesni tarjimoni. Buxgalter bu sonlarni yozadigan, hisobot topshiradigan odammi? Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Sizlar ham o'ylaysizlarmi, buxgalterlarning vazifasi faqat nalogga, ya'ni soliqqa hisobot topshirishmi? Yoki faqat ertadan kechgacha kompyuterda yozishmi? Kommentariyada yozing, fikringizni biling. Agar faqat hisobot topshirib o'tirganda buxgalterlar, nega kuchli buxgalterlar oddiy buxgalterdan ko'p daromad qiladi? Yozinglar, men o'qiyman, gaplashamiz. Xotirjamlik, tinchlik va erkinlik hech narsa yetmaydi. Xosiyat opa, albatta eng to'g'risi ham shu. Xotirjamlikka hech narsa yetmaydi. Qani, yozinglar, nima deb o'ylaysizlar? Buxgalterlar bu sonlarni yozadigan va faqat hisobot topshiradigan insonlarmi? Nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, balansni nazorati, shot, faktura qo'yish, pul kirim-chiqimini kontroli. Zebo, to'ppa-to'g'ri. Buyam. Qo'shilaman fikringizga. So'rov qaytalang, iltimos. Nima deb o'ylaysizlar? Buxgalter bu sonlarni yozadigan, hisobot topshiradigan odammi? Faqat sizlarni ko'z oldinglarga, ya'ni hisobot topshirish keladimi? Yozinglar. Kirim-chiqim, foyda, xarajat hammasini buxgalterlar qiladi, to'g'ri. Yo'q, javobgarligi o'zidan ko'p. Qo'shilaman fikringizga. Agar glavniy buxgalter bo'lsangiz, ya'ni bosh buxgalter bo'lsangiz, javobgarligi katta bo'ladi. Chunki siz bosh hisobchi bo'lasiz. Ya'ni kompaniyani yoki korxonani bosh buxgalteri bo'lgandan keyin nazorat ham hammasi sizda bo'ladi. Adashishga haqqi yo'q odam. To'g'ri, lekin inson albatta adashadi, xato qiladi. Lekin xatolarni ham to'g'rilash imkoni bor. Xato qildim, bo'ldi, buxgalteriyadan ketaman deyish keragi yo'q. Adashib, xato qilib o'rganasiz. Provodkalar eng muhimi. Provodkalar ham eng muhimi, qo'shilaman. Buxgalterlar tayyor ma'lumotni kiritib o'tiradigan xodim hisoblanadi. Jayam qo'shilmayman fikringizga, lekin 50-50 desam bo'ladi. Buxgalter avvalo o'ziga ishonchi kerak, birovni haqqiga xiyonat qilmaslik kerak. Bu eng asosiysi. Men ham bu tarafdoriman. Hech qachon birovni haqqiga xiyonat qilish kerak emas. To'g'ri ishlang, halol bo'ling. O'shanda rizqingiz sizni ko'payadi, pulingiz ham ko'payadi, albatta daromadingiz ham ko'payadi. Pul boshqaruvchi Mansur. Pul boshqaruvchi, lekin buxgalterlar shuni bilinglar, begonalarni, birovlarni, ya'ni tadbirkorlarning pulini sanaydi, o'ziniki emas. O'zinikini ham sanaydi, agar yaxshi buxgalter bo'lsa. Raqamlarni bilish bilan ishlaydilar. To'ppa-to'g'ri, raqamlar bilan ishlashadi. O'tgan davr tahlil qiladi. O'tgan davrni ham tahlil qiladi. Buxgalter bu pul vosita bilan to'g'ri ishlaydigan shaxs. Dilnoza, to'g'ri. Korxonada yuragi buxgalter deb o'ylayman. Men ham qo'shilaman, Hidoyat opa. Korxonalarning yuragi buxgalterlar bo'ladi. Agar zo'r, bilimi kuchli buxgalter bo'lsa, haqiqiy korxonani, kompaniyani yuragi bo'ladi. Buxgalter bu korxonani yurituvchi. Buxgalteriya hisobini yurituvchi desangiz to'g'ri bo'ladi. Hisobga javobgar inson.
Do'stlar, buxgalterlar ham to'g'ri, agar bosh buxgalter bo'lsangiz, u ham javobgar shaxs hisoblanadi. Buni ham albatta ko'rib chiqamiz sekin-sekin, nima bilan. Chunki birdaniga sizga hamma javobgarlik, endi boshlagan odamga hamma javobgarlik hech kim ilib qo'ymaydi. Buni ham albatta etapi bor, ya'ni asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich bu etap bosqichlarga yetib boriladi. O'zi ishlagan tashkilot yuzi qo'shilaman. Man shunaqa xohlagan bo'lardim. Bo'lajak buxgalterlar, iltimos, agar kelajakda Xudo xolasa korxonalarni, kompaniyalarni buxgalteriyasini yurg'izsanglar, har doim o'sha korxonani tashkiloti yuzi bo'linglar. Buxgalterlar ko'zi ko'rib, qo'li tutmaydigan odam. Boburbek, da qo'shilaman. Qisqaroq qilib aytganda, men ham qo'shilaman korxonani yuragi. Nazorat qiluvchi shaxs. To'g'ri, judayam ko'p fikringlar bor ekan. Men judayam xursandman. Ham yaxshi fikrlar. Men xursandman. Buxgalterlar haqida yaxshi fikrlar bor odamlarda. Men xursandman bunga. Albatta yaxshi buxgalterlarga talab ham kuchli va shunaqa orqangizdan yaxshi fikrlar ham bo'ladi. Korxonani mablag'idan qonuniy va to'g'ri sarflashni nazorat qilish. Umid opa. To'g'ri, qo'shilaman. Bu ham xuddi shunaqa. Necha yoshdan shogird olasiz? Shogird olaman. 16 yoshdan 55 yoshgacha shogird olaman. Oddiy qilib aytganda, buxgalter korxonaning pul harakatini hisob-kitob qilib beradigan inson. Qo'shilaman fikringizga. Judayam ko'p fikringlar, do'stlar, judayam xursandman. Bilasizlarmi? Shunaqa yaxshi fikrlar bor hammada. Hozir yanayam bu fikringlar, to'g'risini aytaman, men sizlarni fikringlarni yanayam mustahkamlab beraman. Yanayam buxgalter bo'lmoqchi bo'lganlarga nima deydi, ishtiyoqinglar ortadi. Qani ketdik do'stlar, gaplashamiz. Judayam ko'pchilikda yaxshi fikrlar, men xursandman. Ketdik. Raqamlar. Buxgalter bu raqamlarni, Nodira begim, buxgalter bu raqamlar tilini mukammal tushunadigan, har bir tiyinini, hisobini yuritadigan, halollik, aniqlik va mas'uliyatli kasbning asosiy mezoni qilgan mutaxassis. U korxonaning moliyaviy tartibi, yaxshi buxgalter tartib, aniqlik va ishonch timsoli. Judayam fikringiz menga yoqdi. Men xursandman. Rostdan ham shunaqa. Yaxshi buxgalterlar bu tartibli, aniqlik va ishonch timsoli. Ketdik. Hozir men sizlarga yana aytib o'taman fikringlarga. Sizlarning fikringlarni yana ham mustahkamlab ketamiz. Endi buxgalterlarni solishtiradigan bo'lsam, mana bir xil kasb egasi, lekin ikki xil daromadga ega. Nimaga? Birinchi turdagi buxgalterlar hujjat va sonlarni kirgizadi, ya'ni tekuchka bilan ishlaydi. Siz bank vypiskalar qilasiz yoki o'sha har kunlik ishlarni qilasiz. Aytilgan ishni qiladi, lekin taklif bera olmaydi. O'rtacha daromad 3 milliondan 6 milliongacha. Ikkinchi turdagi buxgalterlar bor bizada, sonlarni qarorga aylantiradi, nima qilishni ko'rsatadi, ya'ni biznesga, tadbirkorga yo'nalish ko'rsatadi. Taklif bera oladi va qaror chiqarishga yordam beradi. O'rtacha daromadi 1,5 mingdan 3 ming dollargacha qiladi. Endi do'stlar, aytganimdek, buxgalterlar ham har xil turga bo'linadi. 3 xil buxgalter bo'ladi. Ya'ni hozir men bularni buxgalterlarni o'zi har xil bo'lsangiz bo'ladi ish faoliyatiga qarab, lekin men 3 ga bo'lib chiqdim. Ya'ni qanaqa qilib? Birinchisi bo'lib, ya'ni boshlamoqchi bo'lgan, bu sohaga kirib kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, yordamchi buxgalter, ya'ni yordamchilikdan boshlashingiz kerak. Yordamchi buxgalterlar asosan hujjatlar bilan ishlaydi, tekuchka bilan ishlaydi. Deylik, har xil saytdagi elektron hujjatlarni jo'natish, shot faktura, shartnomalar qilish, aktlar kirg'izish, ya'ni ishonchnomalar jo'natish, deylik, kunlik ishlar bilan shug'ullanadi. Keyingisi bizada mutaxassis buxgalterlar, ya'ni mutaxassis buxgalterlar bular oddiy hisobotlarni topshira oladi, ya'ni sal mas'uliyati ko'proq, qaysidir deylik, qaysidir yo'nalishni oladi. Materialniy часть olishi mumkin yoki расчетный xodimlari ko'p bo'ladigan korxona bo'lsa, xodimlarni olishi mumkin, xodimlar bilan ishlashi mumkin, hisob-kitobi bilan, oyligi bilan. Bir o'zi почти bu mutaxassis buxgalter bitta firmani buxgalteriyasini yurg'iza oladi.
eng pog'onasi balandi bizada bosh buxgalterlar. Bosh buxgalterlar hisoblanadi. Ya'ni bosh buxgalter vazifasi to'g'ri judayam katta, uni mas'uliyati ham katta. Men ayta olaman, oddiy boshlashga emas, shunaqa buxgalterlarni bilaman. Men o'zim faoliyatimda ko'p buxgalterlar necha yillik buxgalteriya sohasida, lekin bosh buxgalter bo'lishga, mas'uliyatni olishga qo'rqadi. Nimaga? Chunki mas'uliyati judayam katta. Albatta, bu asta-sekinlik bilan erishiladi. Bosh buxgalter bo'lish uchun ham sizda qat'iyat, ya'ni qarorlaringiz ustida tura olishingiz eng katta sifat, ya'ni muhim qaror, ya'ni muhim narsalardan biri desam bo'ladi. Bosh buxgalter, ya'ni qo'l ostidagi o'sha mutaxassis buxgalterlardan, yordamchi buxgalterlardan hisobot oladi va korxonaga tegishli bo'lganda asosiy qarorlarni qabul qilishga yordam beradi. Ko'p gaplaringiz orqada qolib ketyapti, qotib qolyapti deyapti. Yo'q. Hammada yaxshi eshitilyaptimi ovozim? Yozib yuboringlar, yaxshi bo'lsa zo'r deb yozib yuboringlar. Qotib qolyapti-ku, deyapti kimdir. YouTube'ga kelmayapti lekin. Yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, ovozim borayotgan bo'lsa, yaxshi ko'rayotgan bo'lsanglar, zo'r deb yozib yuboringlar. Zo'r. Qotyapti. Zo'r. Ha, zo'r. Qotmadi. Xursandman. Unda yaxshi ekan. Hammada menimcha, kimdadir Bahovuddin, sizda balki internetda muammo bo'layotgandir, lekin ko'pchilikda yaxshi ekan. Qani ketdik. Qiziqarli joylarga kelyapmiz. Ya'ni muhim, eng shirali joy deydimi, shunaqa joyga kelyapmiz. Siz faqat qilgan ishingizga emas, qanchalik foyda keltirganingizga, ya'ni deylik, korxonaga qiymat berganingizga yarasha oylik olasiz. Chunki siz tadbirkorga, ya'ni o'sha firma egasiga vaqtida to'g'ri hisobotlarni topshirganingizda jarimalar, qo'shimcha soliqlar kelib chiqishini oldini olasiz, ya'ni korxona buni to'lamasligini oldini olasiz. Tak, bilimni o'zi, men shunaqa deyman, bilimni o'zi katta pul topadigan buxgalter degani emas. Masalan, har doim bilimli bo'lib, masalan, kuchli bo'lsam ham zo'r pul topadi degani emas. Buni ham o'zini nyuanslari bor, ya'ni qarash kerak. Bir nechta firmani buxgalteriyasini har safar sifatli xizmat ko'rsatsangiz, ya'ni tizimli ishlatsangiz, tadbirkorga, rahbarlarga siz natija ko'rsata olsangiz, mana shunda sizni qiymatingiz oshadi. Sizni qiladigan ishingiz tadbirkorga sifatli xizmat ko'rsatish. Qotib turibdi deyapti, goh qotyapti. Ketdik, keyingisiga o'tamiz. Birinchi bo'lib, men aytadigan bo'lsam, 3 ta yodingizda qoladigan gap aytmoqchiman. Demak, buxgalteriya qarori haqida daromadingiz, ya'ni oladigan oyligingiz mutaxassis yoki bosh buxgalterga qarab, $1,500 bemalol ortig'ini olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu o'sha aytganim yordamchi mutaxassis, bosh buxgalter lavozimlariga qarab. Bizada slaydda Didox darsi taqdimotimiz bor ekan. Men qisqacha qilib Didox saytini taqdimotini qilganman. Qanaqa qilib Didox bilan ishlash kerak, nimalarga ahamiyat berish kerak, men qisqacha darslik qilganman. Hozir buni aytaman, jamoamga qo'yib beradi, ko'rib chiqamiz, keyin darsni davom etamiz. Eng qiziq joylari hali oldinda. Bizani kuzatishda davom etinglar. Oxirigacha birga bo'linglar. Qo'yib yuborasizlarmi? Bugungi darsimizda biz, ya'ni buxgalteriyada zamonaviy elektron dokumentlarni aylanishi bo'yicha bizda hozirgi kunda eng birinchi o'rinda desam ham bo'ladi bu saytni. Ya'ni sizni hujjat almashinuvingiz mana shu Didox orqali amalga oshiriladi. Didox va boshqa har xil saytlar bor. Didoxda siz asosan sizga kelgan hisob fakturalarni, shartnomalarni, ishonchnomalarni qabul qilasiz va bu sayt orqali siz ham shartnoma jo'natasiz, hisob fakturalarni, ishonchnomalarni. Xullas, sizni butun korxona tashkilotingiz bilan elektron dokument almashinuvi shu sayt bilan bo'ladi. Sizga hozir kirib, men qanday qilib ishonchnomani yaratishni ko'rsatib bermoqchiman. Kirish qilamiz.
Kirib olamiz. Mana bu shunaqa shaklda bo'ladi. Kirganingizda bu dedoksni, ya'ni hujjat aylanishi. Birinchi bo'lib sizda kiruvchi hujjatlar. Bu kiruvchi hujjatlar sizga korxonangizga nima hujjat keladigan bo'lsa, hammasi kiruvchi hujjatlarda bo'ladi. Chiquvchi hujjatlarda siz kimga hisob faktura berdingizmi, ishonchnoma berdingizmi, shartnoma berdingizmi, bularning hammasi chiquvchi hujjatlar bilan bo'ladi. Hozir sizlarga qisqacha qilib men ishonchnoma yaratishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Qanaqa qilib ishonchnomani biza jo'natishimiz mumkin? Buning uchun yaratish tugmasini bosamiz. Biza yaratish tugmasini bosganimizda bizda hujjatning turlari bor. Mana hujjat turi deganda ochganingizda hisob faktura farm degani bu aynan farm dorixonalar uchun alohida hisob faktura, transport yuk xati, TTL, aktlar, ishonchnom, xullas nima hujjat bo'lsa, hammasi shu sayt orqali aylanadi. Siz qaysi hujjatni jo'natmoqchi bo'lsangiz, aynan o'sha hujjatning turini tanlashingiz kerak. Biz ishonchnomani tanlaymiz. Ishonchnoma deylik, shartli belgi 1, berilgan sana bugun bilan yozamiz va 10 kunga beramiz. Xohlasangiz 10 kunga, xohlasangiz 1 oyga, xohlasangiz yilni oxirigacha berishingiz mumkin. Biza keling 13-ni qilib belgilaymiz. Shartnoma raqami 1 va bugungi bilan. Hamkoringiz ma'lumotlari, ya'ni qaysi yetkazib beruvchidan siz mahsulot yoki tovar olmoqchisiz, o'shani yozasiz. Mana kimga bermoqchi bo'lganingiz chiqib keladi, ya'ni hamkoringiz ma'lumotlari, yetkazib beruvchining ma'lumotlari. Undan keyin biza mahsulot nomini yozib olamiz. Deylik, biza qurilish materialini sotib olmoqchimiz. Beton deylik yoki truba deylik, mayli. Truba sotib olmoqchimiz va donadan. Albatta sizga mahsulotni muhit kodi bizga kerak bo'ladi. Mana plastik quvurlar barcha turlari qilib tanlab qo'yamiz. Muhit kodlarini qo'yasiz, mahsulot nomini yozasiz va sizga mahsulot metrdanmi, donadanmi buni albatta ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Metr bo'ladigan bo'lsa, mana metrni tanlaymiz. Ya'ni shartnomada sizga qanaqa berilgan? Metrda beryaptimi, kub metrda beryaptimi, shtukda, ya'ni donada beryaptimi? Buni albatta o'lchov birligini to'g'ri ko'rsatishingiz kerak. Va biza deylik 100 metr olyapmiz. Mana kirgizib oldik. Ishonchli vakil, ya'ni sizni tashkilotingizda kimni ishonchli vakil qilib jo'natadigan bo'lsangiz, o'sha odamni PNFL, ya'ni JSHR raqamini kirgizasiz. Kirgizganingizdan keyin bu yerda avtomat uni familiyalarini to'ldiradi. To'ldirganingizdan keyin siz uni bemalol jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Saqlash qilamiz. Mana saqlash qilganingizdan keyin qoralama, ya'ni chernovikka tushadi sizni kirgizgan ishonchnomangiz. Bosaman. Mana xuddi shunaqa shaklga keladi ishonchnoma. Mana tovar nomi, ya'ni muhit kodi, tovar nomi, o'lchov birligi va miqdori qancha siz olyapsiz. Bu yerda o'sha o'zingiz kirgizgan ishonchnomalar raqamlari hammasi kiradi. Imzolash qilib jo'natasiz va ishonchli vakil, mana ishonch berilgan vakil kimga tovar olib kelishi ishonchini berilgan bo'lsangiz yoki vakolatini yuklagan bo'lsangiz, o'sha insonni elektron raqamli kaliti bilan tasdiqlagandan keyin sizni yetkazib beruvchingiz kabinetida ko'rinadi. O'shandan keyin ular bemalol tasdiqlab sizga hisob faktura jo'natadi. Dedoks bilan bog'liq bo'lgan amaliyotimiz shundan iborat edi. Darslar davomida bundan ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Do'stlar, bu amaliy buxgalterda, ya'ni har kunlik zamonaviy buxgalterlar ishlatadigan men qisqacha qilib dedoks darsini tayyorlaganman. Dedoksni nimaga men aynan ko'rsatishni xohladim. Kecha 1S'ni ko'rsatgan edim master klassda. Nima uchun? Bizada dedoks bilan 1S integratsiyasi, ya'ni bog'liqligi juda ham zo'r ishlaydi. Agar siz bo'lajak buxgalter bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol 1S'ni dedoks bilan integratsiyasini, ya'ni bir-biriga bog'lab qo'yib, bemalol hujjatlarni jo'natib, hujjatlarni yuklab olish tizimi juda yaxshi ishlaydi.
O'shaning uchun men sizlarga kecha 1s ko'rsatgan bo'lsam, bugun sizlarga dedoksni tushuntirib beryapman. Kelajakda sizlar albatta buni bilib, ya'ni buxgalter bo'lganinglarda bular sizga katta yordam beradi. Xo'sh, ketdik. Qiziqarli joylarga kelyapmiz. Ya'ni tadbirkorlar bilan tadbirkorlar mijoz. Tadbirkorlar sizlarni mijozinglar deb qaraymiz. Ya'ni rahbarlar qanaqa qilib gaplashishni o'rgataman sizlarga. Men qilgan xatolarni qilmaysizlar. Mijozni, ya'ni tadbirkor rahbarlar sizdan xotirjamlikni sotib oladi. Ya'ni sizni xizmatingizni emas, xotirjamlikni sotib oladi. Xo'sh, ketdik. Ya'ni soliqlar nimani sotib oladi? Nima uchun tadbirkor xotirjam bo'lishi kerak? Soliqlarida, hisob-kitobida, rasxodlarda, ya'ni xarajatlari to'g'ri ketyaptimi? Qancha foyda chiqyapti unda? Xodimlarga qancha oylik to'lashi kerak? Tadbirkorlarni shularni konkret qilib, sizga ishona olsin. Ya'ni siz aniq qilib, hammasini ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Nima xarajat qilyapti? Xodimlarga necha pul oylik to'lash kerak? Mana o'shanda siz aniq sifralarni bersangiz, sizga tadbirkor bemalol, sizni yurgizayotgan buxgalteriyangizga xotirjam bo'lib qaraydi. Keyingisi ketdik. Endi bizani, meniyam haligacha bu eng katta muammolarimdan biri bo'ladi. O'shaning uchun men sizlarga aniq reja qilib yozib chiqdim. Nimaga? Sizlar ham bu xatolarni qilmanglar. Albatta, qilgan ishinglarni natijasini ko'rsatib beringlar. Tadbirkorni tushunmasangiz, u sizga ishonmaydi. Ya'ni tadbirkorni siz tushunishingiz kerak. Nima demoqchisiz? Nima xohlayapti u? O'shani bilishingiz kerak. O'shanda u sizga ishonadi. Bilasizmi, ko'pchilik buxgalterlarning xatosi nimada? Ishimni qilsam bo'ldi deydi. Lekin nima deydi? Buxgalteriya ishini, ya'ni o'sha yurg'izayotgan buxgalteriya ishini qilsam bo'ldi deydi. Buni tadbirkor sizni har bitta buxgalteriyaning ichidagi ikir-chikirgacha tadbirkor tushunmaydi. Ular faqat natijani ko'radi. Ya'ni deylik, birinchisi masalan siz ertalabdan kechgacha ishladingiz, sizni qilgan ishingizni bor yo'g'i 10% ni ko'radi. Xatolarni tuzatdingiz, tekuchka bilan, hujjatlar bilan ishladingiz, soliqlarni tekshirasiz, deylik, har kunlik bank amaliyotlari bilan qilasiz. Lekin bittagina savol beradi u sizga, "Senga mana shu ishlarni qildingmi?" demaydi-da, "Hisobotni jo'natdingmi?" deb savol beradi. Siz kuni bilan hamma qilgan ishingizni so'ramaydi. Bittagina savoli, "Hisobotim ketdimi?" deb so'raydi. Ikkinchisi aytadigan bo'lsam, tadbirkori eng ko'p, mana har bitta tadbirkori ko'p qiynaydigan savollardan bittasi. Qilgan hisobotingiz to'g'rimi? Soliq ko'p to'lamaymanmi? Hamma tadbirkori beradigan savoli sizga, soliqlarim ko'p chiqib ketmadimi deb savol beradi. Bular, men aytaman, bularni yaxshi ko'rgan savoli deyman-da. Pulim yetadimi? Ya'ni hisob raqamdagi puli soliqlarimni to'lashga yetadimi? Tekshiruv kelsa-chi, agar soliqlardan tekshiruv kelsa-chi deb o'ylaydi. Kuchli buxgalterlar xotirjamlikni berish kerak. Uchinchisi, hamma tadbirkorlar narx bilan tortishadi. Men sizlarga aytadigan bo'lsam, kimgadir tadbirkorlarga siz xizmatingizni narxini qo'yadigan bo'lsangiz, hammasi xizmatingizga qo'ygan narxga tortishadi. Siz unga natijani ko'rsatib bersangiz, narx o'sha keyingi o'ringa tushadi. Qilgan ishingizni natijasini, ya'ni aniq qilib ko'rsatib bersangizgina, o'shanda narxingiz, ya'ni xizmatingizga qo'ygan narxingiz ikkinchi darajali bo'ladi. Do'stlar, faqat to'rtinchisini aytaman. Faqat hisobot jo'natib, pul o'tkazib o'tirishmas. Qancha xarajat bo'ldi bu oy? Qancha sotuvi bo'ldi? Qancha daromadga chiqyapti? Keyingi oyda qancha soliq chiqishi mumkin? Hammasini reja qiladi. Siz tadbirkorga hamkor bo'lib qolasiz. Mana shunaqa reja qilib, hammasini ko'rsatib bersangiz, sizga buxgalteriya ishini yurg'izayotgan odamdek emas, xuddi sizga hamkor sifatida qaraydi. Beshinchisi, o'zingizni xizmatingiz bilan tadbirkorga foyda keltirganingizni ko'rsa, u sizni boshqalarga tavsiya qiladi. Ya'ni siz qilgan natijangizni ko'rsatib berasiz, zo'r ishlaganingizni, qanaqadir foyda keltirdingiz, natija keltirdingiz.
Ana o'shandan keyin ishoning, o'sha tadbirkor ikkinchi sherigini olib keladi. Sizni tavsiya qiladi. Mana mani buxgalterim zo'r, menga mana bu ishlarni qilib berdi. Mani hisobotimni mana bunaqa qilib berdi deb ular tadbirkorlarni do'sti tadbirkorlar bo'ladi, buxgalterlar. O'shaning uchun yaxshi tadbirkor bilan munosabat o'rnatganingizda o'zingizni ishingizga javob bering. Ana o'shanda buni eng zo'rini bitta yo'lini aytaman. Buni eng zo'ri yo'li o'zingizni tekinga reklama qilmasdan mijoz topish. U sizni boshqalarga maslahat beradi. Yana yaxshi natija ko'rsangiz, u ikkinchi sherigiga sizni maslahat beradi. Mana shunda siz bemalol keyingi nimalarni topasiz. Ya'ni klientlarni, bemalol tadbirkorlarni topa olasiz. Xo'sh, do'stlar, 1 minut uzr. Yo'q, Adinesda hammasi ko'rinib turadi-ku. Registratsiya qilib hozirgi kunda shart emas. Agar xohlasangiz o'zingizga uchun yuritib borsangiz bo'ladi. Do'stlar, shuni bilinglar, men bitta narsani aytib ketay. Adinesni yurg'izish bu o'zingizni ishingizni yengillashtirish uchun. Buxgalteriyani har bitta tadbirkorlik sohasida yurg'izadigan bo'lsangiz, buxgalter bo'ladigan bo'lsangiz, Adines nimaga kerak? Hozirgi kunda zamonaviy programma bo'lgani uchun bu sizni ishingizni ancha yengillashtirib beradi. Siz Adinesdan chiqarib tadbirkorga bersangiz, tadbirkor tushunmaydi. Tushunmaydi siz Adinesingizdagi sifralaringizga, Adinesdagi mana bu shotlaringizga tushunmaydi. Siz unga aniq lo'nda raqamlar bilan ko'rsatib bering. Masalan, meni o'zimni amaliyotimdan aytadigan bo'lsam, har bitta korxona rahbariga alohida shablon qilib qo'yganman, chunki bilaman hammasi nima xohlayotganini. Siz ham shunaqa yurg'izing. Hech qachon ma'lumotni Adinesdan chiqarib bermang, tushunmaydi u. O'shanda keyin siz nima ish qilganingizni ko'rsatib bera olmaysiz. Iloji boricha tadbirkorga tushuntirib, aniq lo'nda qilib, o'zingiz uchun xohlasangiz shablon qilib ko'rsating. Ketdik, do'stlar. Endi aytadigan bo'lsam, sizni Adinesda qilgan ishingiz, ya'ni debit kreditingiz, hisobot qilganingiz haqida tadbirkor hech ham o'ylamaydi. Siz Adinesga kirgizgan ma'lumotingiz yoki har kuni qilgan tekuchka ishingizni so'ramaydi. Tadbirkor faqat o'sha aytganimdek oylik to'lashi, foyda qildimmi, pulim yetadimi, faqat shularni o'ylaydi. Tadbirkorlarni o'zi buxgalteriyasi qo'rqitmaydi, ya'ni buxgalteriya hisobi qo'rqitmaydi. Ularda aniqlik, ya'ni aniq sifralar bo'lmaganidan qo'rqadi. Siz oddiy ishlaringizdan tashqari tadbirkorga xotirjamlik berishingiz kerak. Keyingi men sizlarga aytadigan maslahatim, tadbirkorni eshiting. Tadbirkor bilan, deylik o'sha, siz buxgalteriya xizmati uchun olyapsiz, rahbarlar bilan gaplashgani borasiz. Borganingizda siz gapirmang. Oldin tadbirkor eshiting. Keyin gapiring. Nima xohlayapti tadbirkor? Nima kutyapti sizni ishingizdan? Aniq, ochiq savol beringlar. Nima qiynayapti ularni? Va siz ularga men bu ishni qilaman, men bu ishni qilaman demang. Siz aniq muammosiga yechim bering. Qanaqa qilib bu muammoni yechish kerak? Nima qilib to'g'irlash kerak? Qisqa lo'nda qilib qiling. Masalan, tadbirkor sizga 80% tadbirkor gapirsin, siz eshiting uni, 20% siz gapingiz bo'lsin. Tadbirkori uni tushunganingiz uchun, masalan, siz tadbirkorni tushunib, mana shu muammosiga yechim berishingizni bilgandan keyin sizni tanlaydi. Eshiting. Keyin ishonchga ega bo'lasiz. Siz uni qanchalik ko'p eshitsangiz, aytadi, "Ha, demak bu meni eshityapti, meni muammolarimni demak hal qila oladi" deb o'ylaydi va sizga ishonadi. Keyingisiga o'taman. Yana bizada tadbirkor ishonchiga kirish uchun men 4 ta qadam mavjud. Ya'ni bu 4 ta qadamni o'zim tuzib chiqqanman. Bular hammasi ishlaydigan qadamlar. Birinchi bo'lib tadbirkorni eshiting. Keyin uni muammosiga yechim bering. Nima xohlayotgan, ya'ni har bitta tadbirkor siz oldingizga nima xohlayotganini aytadi albatta. O'shandan keyin siz yechim bering. Ikkinchisi analiz qiling.
va shu analizni raqam bilan ko'rsatib bering. Ya'ni masalan, buxgalteriyasi analiz qildingiz-a, aytgan men har bitta raqamingizni analiz qilib nimaligini ko'rsatib bering. Uchinchisi, yechim bering. Ya'ni qancha pul tejaldi bu oyda, qancha soliq chiqdi, aniq ko'rsating. Deylik, mana bu daromad solig'iga 12% to'layman deb aytmang, sizni 12%ingizni xodimlarga necha pul oylik hisoblaganingizni u bilmaydi. Mana bu soliq 10 million, mana bu soliq 5 million, hammasini siz raqamlarda ko'rsatib bering. Mana shunda tadbirkor aniq ko'radi va sizga ishonadi. Keyingisi bizada 4-si, ko'rsatgan xizmatingizga javob bering, kafolat bering. Masalan, hamma ishni qilyapsiz, oxirigacha yetkazib, siz o'zingizni ishingiz uchun o'zingiz javob bering. Ishonch bir kunda kelmaydi do'stlar. Siz bergan qiymatga qarab, ishonchga qarab ortib boradi. Buni albatta asta-sekinlik bilan tushunib olasiz. Ishonchi ham, odamlarni ishonchini ham hozirgi kunda ishonchiga ega bo'lish ham oson emas. O'shaning uchun agar siz ishingizni sifatli bajarsangiz, albatta odamlarni, ya'ni tadbirkorlarni, rahbarlarni ishonchiga kira olasiz. Xuddi aytganimdek, buxgalterlar bilan buxgalteriya til deb qaraydigan bo'lsangiz, buxgalter tilida emas, tadbirkor tilida gaplashing. Hech qachon o'zingizni masalan, foyda solig'im 15 yoki mana bunaqa deb aytmang, hech qachon, yoki debit kreditingizni aytmang, tushunmaydi. Ularga ochiq qilib, misol uchun, Jamshid aka yoki Nasib opa, sizni bu oy 10 million tejadik desangiz, tadbirkorlar shunaqa xursand bo'lib ketadi. Agar pul tejaldi desangiz, ulardan baxtli odam yo'q. Yoki nalogdan muammo bo'lmaydi, bizada hammasi zo'r deng, ular xursand. Keyingisi, masalan, qanaqadir imtiyoz foydalandim deyman bu oy. 10%, ya'ni 15 million men qaytardim deng, tadbirkordan baxtli odam yo'q, xursand. Mijozi puli qayerda turganini ko'rsatib boring. Har doim, masalan, deylik, kimgadir pul chiqargansiz, kimdandir pul kelish kerak. Bularni aniq lo'nda qilib, qarzdorlarni ham ko'rsatib boring. Bu sizni ishingizni sifatligini ta'minlaydi. Ya'ni shu, mana shu iboralar tadbirkorlar ishlatadigan asosiy gaplar. Ya'ni tadbirkorlar bilan gaplashganingizda bu kerakli bo'lgan asosiy gaplar. Shunaqa tarzda tadbirkor tilida gaplasha olsangiz, siz o'zingizni buxgalterlik xizmatingizni ishoning ancha qimmatga sotasiz. Chunki u sizni tez tushunadi va siz uni tez tushunasiz. Bir-biringlarni nima deydi, tilinglarni topib olasizlar. Tadbirkor, buxgalter bitta til, ya'ni bitta til o'zligiga yarata olishadi. Bemalol gaplashasiz, tushunasiz. Tadbirkorlar xizmat emas, ya'ni sizlardan xizmatinglarni sota olmaydi. Men bu buxgalterimga ishonaman degan tuyg'uni sotib oladi. Chunki ular buxgalter olyaptimi, ular xotirjam bo'lishi kerak. Buxgalterga ishonish kerak. O'shaning uchun iltimos, buxgalteriya sohasiga kiradiganlar o'zinglarni ishinglarni chin dildan qilinglar. Sizlarga ishonsin, sifatli ish qilinglar. Endi aytadigan bo'lsam, yordamchi emas, ya'ni ko'p buxgalterlar o'zini yordamchi deb hisoblaydi. Masalan, biror bir kimdirdan topshiriqni kutib o'tiradi, aytmagunicha qilmaydi. Aytilgan ishni qiladi yoki qanaqadir muammo kelib chiqqandan keyin harakat qilishni boshlaydi. Mutaxassis buxgalter, ya'ni o'sha opiti bor, tajribasi bor buxgalter oldindan muammoni aytadi. Nima qilish kerak, qanaqa muammo bo'lyapti, mana shuni aytadi va qaror chiqarishga yordam beradi. Aniq tavsiya beradi. Ya'ni nima qilsak nima bo'ladi, aniq aytadi. Kuchli buxgalter oddiy yordamchi emas, tadbirkorga sherik bo'ladi. Ya'ni baravar fikr almashadi ular bilan, yo'l yo'riq ko'rsata oladi va siz bergan qiymatga qarab, masalan, siz qanchalik qiymat bersangiz tadbirkorga, va o'shanga qarab sizni, ya'ni buxgalteriya xizmatingizni narxi ham o'shanga qarab yuqori bo'ladi va tadbirkor ham sizga to'lashdan qochmaydi. Do'stlar, endi aytinglar, sizlar, masalan, hozir sizni yoningizda bitta tadbirkor o'tiribdi, biznesmen. O'zinglarni xizmatinglarni qanaqa sotardinglar? Nima deb taklif berasizlar xizmatinglarni zo'r narxga o'tkazish uchun? Kommentariyada yozinglar, kimda qanaqa fikr, gaplashib bir fikrlarni biling, kim nima taklif beradi tadbirkorga.
Ketdik. Yozinglar, yozinglar, kutyapmanman. Kim nima taklif beradi tadbirkorga o'zini xizmatini qimmatroq o'tkazish uchun? Kommentariy kelmayapti. Ishlayaptimi? Kommentariy kelmayapti. Tak, 1Sni import GTD ishlay olaman. Dodu, ha. 1S 1 milliondan oshiqroq. Xo'p. Yana nima taklif berasizlar? Aytinglar. Tasavvur qilinglar, oldinglarda tadbirkor turibdi. Qanaqa qilib man, masalan, buxgalteriya, man просто man buxgalteriyangizni yurg'izaman deyolmaysiz, to'g'rimi? Nima taklif berasiz o'zingizni xizmatingizni sotish uchun? Soliq bo'yicha muammongizni bo'lmaydi deyman. Umid, aha, qulaylik, ishonch, xo'p. Import GTD. Nima deganingiz import GTD? Hamma korxonalarda ham import yo'q, hamma korxonalarda ham eksport yo'q. Men halol ishlayman, ishonchingizni oqlayman. Yo'q, u gapga tadbirkor ishonmaydi. Yuridik bilimimni ham ishga solgan bo'laman. Foyda beradi. Buxgalteriyada muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmasligini siz aniq faktlar bilan ayting. Muammo bo'lmaydi desangiz, u nima muammo deyishi mumkin? Sizga savol beradi. Siz aniq faktlar bilan keltirishingiz kerak. Gapmas, ish gapirish kerak. To'g'ri, natija. Lekin, xuddi aytganimdek, qilgan har kunlik, qancha ish qilsangiz ham tadbirkor ko'ziga bu ko'rinmaydi. O'shaning uchun siz natijani ko'rsatishingiz kerak. Soliqdan tanishlar ko'p deyman. Zo'r savol bo'ldi. Zo'r javob bo'ldi. Soliqdan ko'p tanishlar ko'p. Lekin bilasizmi, o'sha soliqdagi tanishlaringiz ham, agar buxgalteriyangiz bardak bo'ladigan bo'lsa, ishoning yordam bermaydi. Soliqdan asrayman. Soliqdan, buxgalterlarda albatta soliqdan asraydigan insonlar ham hisoblanadi. Ishonch, halollik. Zebo. Soliqdan chiqqanman yoki yo'q, u ham, unaqa nima emas. Natijasini ko'rsatib, uni ishonchini oqlash. Albatta, birinchi natijani ko'rsatish kerak. Natija muhim, to'g'ri. O'zingizdan bo'lsin. Kuchli mutaxassis bo'lishi kerak. To'g'ri, o'zimdan bo'lsin. Ba'zi bir, nimalar bor. Men masalan aytgan bo'lardim. Ke, bir oy men bilan ishla. Masalan, men, bir oy uchun men buncha deyman. Men oldin buxgalteriyani ko'ray, nima holatda. Men shunga qarab senga narx aytaman. Lekin hozir, masalan, o'rtada qanaqadir summaga kelishadigan bo'lsak, mayli, men bir oyda mana shu butun buxgalteriyani analiz qilib chiqaman, ko'raman, qanaqa holatda, shunga qarab narx kelishamiz. Va tadbirkorlar mendan rozi bo'ladi. Men bir oy o'tirib o'rganaman va qilgan ishimni natijamni ko'rsatib beraman. Xatolar bo'lsa to'g'rilab beraman, nima qilish kerakligini, muammoni aniq yechimlar bilan men ko'rsatib beraman. Va o'shandan keyin biza kelishib, o'rtada qanaqadir summa belgilab, men u firmani olaman. Har doim men, birinchi borib olishdan oldin men buxgalteriya holatingni ko'raman deyman. To'g'ri, bu tajribalar, necha yillik tajribani ortidan, sizlarga bunaqa deyolmaysiz. Nimaga? Chunki siz, hali analiz qismiga endi yetib kelasiz. Chunki bosh buxgalterlarning qiladigan ishi bu. Masalan, men shunaqa qilaman va albatta xuddi aytganimdek, birinchi oy unga ham, tadbirkorga ham, sizga ham xuddi srok bergandek muddatli oy bo'lishi kerak. Siz natija ko'rsating, sizni rostdan ishlaganingizni ko'rsin. Albatta tadbirkorlarga raqamlar bilan, faktlar bilan ko'rsatib bering. Ana o'shanda sizni rostdan ham zo'r ishlashingizni, toza ishlashingizni, vaqtida qilishingizni bilsagina, siz bemalol narxga kelisha olasiz. Hisobotlar vaqtida topshirilsa, tadbirkor shtraflarga tushmaydi va sizni tashkilotingiz holatini ichini bilish kerak, kelishib ishlanadi. To'g'ri?
Bu ham xuddi shunaqa, baribir har bitta tashkilotga borganda, ko'riladi, ya'ni, bir marta analiz qilib chiqasiz boshlashdan oldin. Tak, sizda qanday muammo bor? Shunga qarab yechim berdim, ish ko'rsatdim. Ishimni ko'rsatganimga ishonch, ortadi. To'g'ri, albatta birinchi bo'lib natija ko'rsatib berish kerak. Ha, korxona foyda oshirilgan yordam beraman. Yo'q, korxonani foydasini oshirishga yordam beraman deb va'da bermang. Chunki, bilasizlarmi, xarajatlar, foydalar ba'zi holatda buxgalterlarga, taalluqli narsalar emas. U yerda, ba'zi bir faktorlar bor, ya'ni sizga aloqasi bo'lmagan narsalar. O'shaning uchun hech qachon foydangizni oshirib beraman, xarajatingizni kamaytirib beraman deb va'da bermang. Oldin ishingizdan tahlil qilay, muammo o'z nimadan deyman. Hal qilishni yo'lini birga maslahat qilaman-da. Albatta to'g'ri yechim bersangiz, sizga ishonadi tadbirkor. Barcha hisob-kitobingizni kiritaman va siz, chalg'imiysiz biznesdan deyman. Albatta, tadbirkorlar buxgalterlikda ishlaganda, u buxgalteriyamda nima ahvol ekan deb o'ylamasin. U o'zini tadbirkorligini qilsin, pul topsin, ishlasin va ularda foyda yaxshi bo'lsa, sizga ham yaxshi, конечно, premiya olasiz, daromadingiz ko'payaveradi. O'shaning uchun siz natijani berib, zo'r qilib, ya'ni fakt aniq qilib yurg'izsangiz, bu sizga ham plyus. Voy, rahmat, rahmat. Tak, ketdik. Yanayam qiziqarli hozir ma'lumotlar bor manda. Davom ettiramiz. Xo'p, mana tadbirkorlar bilan gaplashganda juda ham qo'rqaman. Qanaqa gaplashishni, o'zimni xizmatimni to'g'ri yetkazib berolmaganman, даже nima ish qilishimni aytib berolmaganman. Tadbirkorlarni to'g'risini aytaman, ishontira olmaganman. Umuman, qanaqa qilib mana shu buxgalteriya o'zimni salohiyatimni, ya'ni qanaqa, ishlarni qila olishimni man ko'rsatib bera olmasdim, aytib bera olmasdim. Qildim ishni, lekin aniq muammosini ham mani eng katta xatoyim ko'p mana shu mayda-mana muammolarni man o'zim hal qilib ketardim. Bu ham siz o'zingizcha hal qilmasdan albatta tadbirkorga ko'rsatishingiz kerak. Va hozir buni bilaman, man bunaqa xatolarni qilmayman, qanaqa qilib gaplashishni bilaman va nima taklif qilishni man hozir juda yaxshi bilaman. Keyin tushundim, mana tadbirkorga muammosini hal qilishni taklif qilishim kerak. Hozirgi kunda xuddi aytgandek, men muammosini hal qilishga, xizmatimga, men masalan o'zimni qiladigan ishimga uveren bo'lib, o'sha beradigan natijamga shunaqa qilib berishimga, ya'ni natijamni keltirib berishligimni men tushunib yetdim hozirgi kunda va, hech qaysi tadbirkor bilan ham men masalan ish olaman desam ham yoki buxgalteriya xizmatini olaman desam yoki qayergadir yangi tashkilotga ishga boraman desam ham hech qachon qo'rqmayman va o'zimni xizmatimga hech qachon past baho bermayman. Qo'rqish bu tadbirkorni, masalan, siz tadbirkor bilan qo'rqib gaplashyapsiz, qo'rqib gaplashish, siz o'zingizni tadbirkordan past qo'yyapsiz. Past tutish belgisida. Siz hamkor sifatida aniq gaplashing, beradigan yechimingizni gaplashing. Hech qachon qo'rqmang. U ham oddiy tadbirkor, rahbar. Sizni joningizni olmaydi, to'g'risi. O'shaning uchun qo'rqib gaplashmang. Mana bir paytlar bu xatolarni qilganman. Hozir mana endi yillar davomida asta-sekinlik bilan bularni to'g'rilab, endi bilaman qanaqa gaplashib, bemalol gaplasha olaman. O'zimni fikrimni oxirigacha yetkaza olaman. Ketdik do'stlar. Endi narxi pasaytirishdan oldin ishonchni oshiring. Masalan, deylik ko'pchilik keladi-da tadbirkorlar, "Voy, narxingni oshirib yuborsan, pasaytir" deb. Yo'q. Narxingizni pasaytirishdan oldin, ya'ni xizmatingizni pasaytirishdan oldin siz unga ishonch bering. Keyin narx ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Endi ko'pchilik, ko'pchilik buxgalterlarning ham xatosi deyman bu, narxi ustiga vaqtni quradi. Ya'ni, masalan, deylik, men falon soat ishladim, 1 soat ishladim, menga shuncha pul berasan deb yoki shuncha pul bo'ldi deb. Yo'q, unaqa emas. Ishini biladigan odam vaqtini emas, ya'ni qilgan qiymatini, beradigan natijasini baholaydi. Hech qachon vaqtinglarni, baholamanglar. "Men buncha ishlasam, buncha berasan" demang. Siz beradigan qiymatni baholang. Deylik, sizni 1 soatingiz uchun emas, 15 yillik tajribangizga, bilimingizga to'lasin. O'shanda tadbirkor ham og'rimasdan, "Yo'q, buncha berishim kerak ekan", deb siz bilan talashmasdan to'laydi.
To'g'ri, bunday gaplashish uchun praktika kerak. Praktika kerak. Albatta, siz sekin-sekin hammasini o'rganasiz. Mana, masalan, yillar davomida bu darajaga yetib kelganman. O'zimdan o'zim shunda borib tadbirkorlar bilan aytganimdek, tadbirkorlar bilan man direktorlar bilan gaplashishni ham bilmaganman. Qanaqa qilib o'tirishni ham gaplasha olmaganman. Fikrimni tushuntirib bera olmaganman. Ertalabdan kechgacha masalan qilib, ishlab, hamma natijalarni qildimda, lekin o'sha qilgan ishimni ham ko'rsatib bera olmaganman. Nimaga? Chunki menda tajriba yetishmagan. Mana hozir endi уже yillar davomida siz tajriba to'playsiz. Bemalol o'zingizni, agar o'zingizga ishonib, siz agar yaxshilab o'qib, ishingizni zo'r bilsangiz, unga yillar ham kerak emas. Siz qisqa muddatda u natijaga ham erisha olasiz. Endi man sizlarga aytsam, narxi qiymatdan hisoblang deyman. Nimaga? Birinchi bo'lib, yaxshi buxgalter xarajat keltirmaydi, tejamkorlik manbai. Ikkinchisi, sizni har bitta bergan tahlilingiz, ya'ni qilgan analizingiz, o'sha buxgalteriya bo'yicha nimadirlar tahlillar yoki sifralar, raqamlarni beradigan bo'lsangiz, bu tadbirkorga qaror chiqarishga, ya'ni biznes o'sishga yordam beradi. Uchinchisi, eng katta qiymat tadbirkor xotirjam bo'ladi. Xotirjamlikni berasiz. Qonunga zid ishlarni korxona qilaversa, buxgalter vinovat bo'ladi, havasxon. Qarang, siz shunaqa yechim berishingiz kerak, korxona qonuniy ishlasin. Hozir bizada juda ham u narsaga qattiq qarayapti. O'shaning uchun "Men bu noqonuniy ishlasang, mana shuncha shtraf to'laysan" deb siz raqamlarda ko'rsatib bering, tadbirkor hech qachon o'sha xatoni qilmaydi. Qonundan chiqmasdan ishlaydi. Men sizga javob beraman. Agar 1-2 marta xato qilsa, yaxshi to'lasa shtraflarni, keyin qonundan chiqmay to'g'ri ishlaydi. O'shaning uchun siz shunaqa qonuniy ishlaganda ham aniq sifralar bilan ko'rsatib bering. Qiyin bo'lyapti. Buxgalteriyaga to'ppa-to'g'ri ko'rsatmas nazar bilan qarashadi keyinda. To'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun, do'stlar, o'zinglarni qiymatinglarni, o'zinglarni xizmatinglarni, haqqinglarni bilinglar. Nimaga qodirliginglarni sizlar ko'rsatinglar. Ketdik. Masalan, buxgalterlarni sifatida, masalan, siz buxgaltersiz deylik. Oyligingiz ishlayotgan firmangizni oborotiga yoki korxonani faoliyatiga qarab har xil bo'ladi. Ya'ni deylik, oboroti kattaroq bo'lsa, o'shanga qarab oylik olasiz. Agar kichkina, yatiti firmalar bo'lsa, pastroq oylik olasiz. O'shaning uchun men aytaman, har xil sohalariga qarab, deylik, qurilish bor, ishlab chiqarish bor. Bularni ham buxgalteriyasi, masalan, yo'nalishi, faoliyati har xil. Xizmat ko'rsatish bor, import-eksport bor faoliyatlarida. Bularni ham faoliyatiga qarab sizda ish haqqi, ya'ni to'lanishi, xizmatingizga pul to'lanishi har xil bo'ladi. Shuni bilib olinglar. Nimaga? Hammasi bir xil narx emas. Deylik, uslugani xizmat ko'rsatish. Bitta faktura berasiz, oyiga 500 ming, 1 million olyapsiz. Lekin siz u yerda import-eksport bilan ishlaydigan bo'lsangiz, u yerda sizning mas'uliyatingiz, qiladigan ishingiz ko'proq. Do'stlar, o'shaning uchun ahamiyat beringlar narx qo'yganda ham. Misol uchun, men kichkina misollar keltirganman. Misol uchun, kichkina oziq-ovqat do'koni yoki qanaqadir mo'yka yoki mayli boshlanishga yatitini oling. Yatitilarni ham har qiladigan ishlari bor. O'ziga yarasha. Yatitini oling. Bitta yatiti hozirgi kunda o'rtacha qilib olganda 500 mingdan 1 milliongacha to'laydi. Kichkina firmani oboroti deb o'zingizga qo'yib oling. 80 milliondan 100 milliongacha deb hisoblang. Hisoblanadi o'zi aslida. Bunaqa kichkina firmalarning hisobotini masalan yurgizishingiz uchun sizga ertalabdan kechgacha o'tirib vaqtingiz ketmaydi. Ketsa 1 soat, 2 soat vaqt sarflaysiz. Va oy oxirida o'sha oy tugagandan keyin hisobotlarni jo'natasiz. Maksimum sizga 1 soat ketadi. Agar bunaqa kichkina firmalarni qo'rqmasdan siz bemalol yatitilarni oling. Kichkina firmachalardan boshlang. Agar misol uchun shunaqa firmadan 10 ta olding deylik, misol deb qaraylik. Kichkina firmangizdan 10 ta oling, siz bemalol 10 million atrofida topasiz. Topishingiz mumkin. O'shaning uchun voy kattadan boshlashim kerak, men bilmayman demasdan, kichkina firmalardan boshlang. Keyin optingizni oshirasiz, tajribangizni yig'ib, firmalarni ham o'shanga qarab olaverasiz. O'rtacha oylik beradigan firmalar masalan 100 milliondan 300 millionlik, ya'ni 500 milliongacha deylik oboroti, bular taxminan 2 milliondan 4 milliongacha
buxgalterlarga to'laydi do'stlar. Bunaqa оборот qiladigan firma sizda deylik 5 ta bor. Qo'shimcha sizga yana 10 million oyligingiz bo'ladi. Va eng katta oylik beradigan firmalar, deganim, ya'ni oshib boraveradi oborotiga qarab 1 milliarddan 10 milliardgacha bo'ladigan korxonalar. Bular ishlab chiqarishlar bo'lishi mumkin, import-eksportchilar bo'lishi mumkin yoki qurilish bo'lishi mumkin. Yo siz xohlagan o'ta qaysidir bitta yo'nalishda, deylik, materialniy buxgalter yoki расчетный buxgalter qaysidir bitta nimasini yurg'izyapsiz. Aynan buxgalteriyani o'zini emas, albatta katta bo'lgandan keyin sizni kuchingiz yetmasligi ham mumkin. Bitta yo'nalishni oling. Bularda hammasida bunaqa katta korxonalarda albatta skladi bo'ladi. Bu yerda siz sklad bilan ishlaysiz, ya'ni ombor bilan ishlashingizga to'g'ri keladi. Agar adingizni zo'r bilsangiz, bemalol xodimlarning ham soni ko'proq bo'ladi. Uje sizda ishingiz ko'payadi. Bemalol bunaqa oylikda eng kamida $500 dan boshlanadi. Bu ham albatta bu natijaga chiqsangiz bo'ladi. Siz bemalol ishni qilasiz. Hamma buxgalteriya, masalan, har xil faoliyat etganim bilan do'stlar, hammasi bir xil yurg'iziladi. Bir xil yurg'iziladi. Qurilish ham, ishlab chiqarish ham yoki xizmat ko'rsatish ham, hammasini buxgalteriyasi bir xil yurg'iziladi. To'g'ri, ozgina farqlari bor, lekin siz yangicha narsani, ya'ni Amerika ochib, yangidir nimadir qilmaysiz. Adingizni biling, boshlang'ichni biling, tajriba bilan siz bemalol, yoningizda yaxshi o'rgatadigan odam ham bo'lsa, bemalol o'rganasiz. Va umumiy olib qaraganda bunaqa darajaga yetishingizga, masalan, katta daromad qilishingiz uchun ham bosh buxgalter bo'lsangiz, masalan, bemalol siz uje aytganimdek qiymat bera olasiz, natija bera olasiz. Bemalol siz yaxshi bir nechta katta firmalarni buxgalterligini qilishingiz mumkin va bunaqa katta yaxshi buxgalterlar, ya'ni opitniy buxgalterlar $2000 dan bemalol ko'p pul topa oladi va hozirgi kunda buxgalterlar ham, masalan, zo'r biladigan buxgalterlar hech kim o'zini narxini past qo'ymaydi do'stlar. O'shaning uchun o'zingizlarning xizmatinglarni baholanglar. Menimcha tajriba 10 yil bo'lsa ham bitta firmada bo'lsa tajriba ko'paymaydi. To'ppa-to'g'ri shirimas fikringizga qo'shilaman. Tajriba yig'ish uchun meni o'zim aytadigan bo'lsam, bitta joyda ishlash kerak emas. Maksimum ishlang 2 yil. Men endi ishingizni almashtiravering demayman, lekin agar tajriba yig'moqchi bo'lsangiz, har xil sohaga kirib ko'ring. Ana o'shanda sizda hamma sohadan uje tushuncha bo'ladi, tajribangiz ko'payadi. Ilohim hammamizga nasib qilsin-da, nasib qilsin, odam harakat qilsa bo'ladi. Men shunaqa ko'rganman, yosh buxgalter bolalarni shunaqa o'qishlarda birga o'qiganmiz. Yosh, hali institutda ham o'qiydimi. Ishoning, ketma-ket ustidan ishlab, hozir DPFR, ya'ni DPFR xalqaro sertifikatlarni olib, bemalol 5-6 ta zo'r firmalarni yurg'izadi. Yosh bola o'zini ustida tinimsiz ishlaydi, oladi firmalarni, o'rganadi qonunlarni. Gaplashsam, do'stlar, yosh bolani mendan ko'p firmasi bor-da. Men necha yillik tajriba. Men qoyil qoldim. Shuncha qisqa davrda shunaqa katta natijalarga erishib, yaxshi niqaga erishgan bola. Men xursand bo'ldim. Albatta, bu odam o'ziga bo'lgan qat'iyati, ishonchiga bog'liq. Tak, siz отчетlar har bir faoliyatga topshiriladimi? Siz yo'q, u endi faoliyatiga qarab, har bittasida yo'q. Unaqa qaranglar do'stlar, birinchi bo'lib men sizlarga aytib ketay yana bitta narsani. Tadbirkorlik faoliyatini olayotganingizda, siz birinchi bo'lib qiladigan ishingiz qanaqa soliq rejimida, qanaqa soliq to'lovchisi u? Aylanmadan soliq to'lovchimi yoki qo'shimcha qiymat soliq to'lovchimi? Albatta bularni aniqlashtirib biling. Men sizlarga boshlanishiga katta mana bu NDS foyda solig'i to'laydiganini olmang. Aylanmadan kichkina 4% to'laydiganlarni olinglar. O'shalarni yurg'izib, opitinglarni, tajribanglarni yig'inglar. Keyin bemalol qolganlarini yurg'iza olasiz. DPFRga yo'l xaritasini aytib bering. Uni xaritasi uzoqroq, chunki DPFRga ham o'ziga yarasha talablari bor. Uni ham o'qishingiz kerak, ya'ni imtihon topshirishingiz kerak. Uni Angliyaga topshirasiz. 4 oy, 5 oy o'qiysiz, keyin yilda 2 marta bo'ladi. Albatta, uni ham o'zini yo'llari bor, o'rgansangiz bo'ladi. Narxi ko'rib ishonmay aytsangiz. Masalan, tadbirkor bilan gaplashyapsiz, narxi qo'rqib aytyapsiz. Masalan, "Voy, mayli, hozir aytsam unga qimmat bo'lib ketmasmikin?" Siz unaqa deb qo'rqmang. Tadbirkorga, masalan, siz qo'rqib,
"Voy, mayli 1 million bersa ham mayli", hech qachon unaqa demang. Siz narxingizni uvering bo'lib ayting. O'shanda tadbirkor sizga qo'rqmasdan ishonadi. Agar siz qo'rqib turib o'zingizni ishingizga javob bera olmaydigan, mayli beraversangiz ham mayli, hech qachon beraversangiz ham mayli demang. O'zingizni narxingiz bo'lsin, o'zingizni bahoyingiz bo'lsin. Agar xizmatingiz narxini ishonch va xotirjamlik bilan aytsangiz, tadbirkor narxdan oldin sizni ishonchingizni his qiladi. Narxingiz, xizmat ko'rsatadigan narxingiz ikkinchi darajali bo'ladi. Endi muzokarada eng kuchli argument narx emas, ishonch. Ishonch so'z bilan emas, ya'ni boya aytgandek, bajarilgan ish bilan ko'rsatasiz. Natija bilan ko'rsatasiz. Siz "Men buni qildim, men buni qilaman" deb so'zingiz bilan aytmang, siz ko'rsatib bering. Qilgan ishingizni natijalar bilan ko'rsatib bering, raqamlar bilan aniq bo'lsin. Masalan, deylik, tadbirkorga 3 xil narx taklif qiling. Masalan, deylik, bir xil tadbirkorlarga "Men ishingni qilaman, menga 2 million to'laysan" desa, "Voy, 2 million ko'p emas-ku, o'zi bor yo'g'i ikkitagina shot fakturam bor yoki ikkitagina pul o'tkazasan" deyishi mumkin-da. Lekin uni ham o'ziga yarasha ishi bo'ladi. O'shaning uchun siz tadbirkorga aytishdan oldin faoliyatini bilib, oldin uni eshitib, o'sha muammolarga yechim beradigan bo'lsangiz, 3 xil narx taklif qiling do'stlar, 3 xil. Hech qachon 2 million demang. 2 million desangiz, hozir xayolda 2 million keyin agar oshiraman desangiz, tadbirkorning ko'ziga 2 millionchi voqmali bo'lib ko'p ko'rinib ketadi. O'shaning uchun do'stlar, narxinglarni 3 xil qilinglar. Birinchisi, deylik, hisobotlaring har oy topshiraman, soliqlaringni kontrol qilaman va o'sha har kunlik tekuchkani, majburiy xizmatlarni qilaman deng. Ikkinchisi, oylik moliyaviy tahlili, ya'ni ko'proq analizlar qiladi. Soliqlarni tejash, deylik, soliqlarni kam to'lash uchun qanaqadir optimizatsiya, ya'ni optimallashtirish mumkin-da. Har xil soliq imtiyozlardan foydalanishingiz mumkin. Siz tadbirkorga foyda keltiryapsiz. Qaysidir soliqqa tejayapsiz, u tadbirkorga foydami, solig'ini to'lamayapti-yu, nimagadir foyda bo'lib qoladi u pulini. O'shaning uchun bu ikkinchi narxingiz bo'lsin. Uchinchisi, moliyaviy rejalashtirish, ya'ni maslahat bersangiz, tavsiyalar bersangiz, to'g'ri yo'l ko'rsatishga, qaror qilishga yordam beradigan bo'lsangiz, buni endi boshqa narx qo'ying. O'shanda mijoziga 3 ta narx qo'ying va albatta, faoliyatidan kelib chiqib, oborotiga qarab siz narx qo'ysangiz, o'shanda mijozingiz, ya'ni tadbirkor o'ziga mos bo'lgan narx tanlaydi. O'shanda sizni bergan 2 millioningiz, boshida degan 2 millioningiz uni ko'ziga qimmat ko'rinmaydi. Unga to'g'ri keladigan narx 2 million bo'lib ko'rinadi. Qolgani demak unga to'g'ri kelmadi. O'shaning uchun do'stlar, albatta qiladigan ishinglarga qarab, agar import eksport, ya'ni valyuta operatsiyalari bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, valyuta operatsiyalari ham ozgina sal murakkabroq bo'lgani uchun valyuta operatsiyalariga ham hech qachon 1 millionga 2 millionga ishlayman demanglar. O'shaning uchun men sizga aytganimdek 3 xil variantni taklif qilinglar va tadbirkor o'ziga xohlaganini tanlab oladi. Endi buxgalter bo'lganingizdan keyin to'g'ri, yaxshi pul topasiz, zo'r pul topa olasiz. Bu ham albatta sizni bilimingizga, bergan natijangizga qarab. Vaqtingiz bo'ladi. O'zingizga, masalan, agar xuddi aytganimdek, udalenniy 3 ta 4 ta firma olsangiz, xohlagancha o'zingiz uyda o'tirib ishlaysiz. Xohlang uyingizda ishlang, xohlang kafeda ishlang, xohlang ofisda o'tirib ishlang, xohlang xuddi chetda yurib davlatda, masalan, sayohatda o'tirib ham ishlasangiz bo'ladi. Bizani hamma 1S dasturlari, ya'ni Detox boshqa saytlar ham chet elda ishlaydi. Do'stlar, men o'zim ishlatib ko'rganman. Buni hamma joyda ishlaydi. Internetingiz bo'lsa bo'ldi, muammo yo'q. Qo'litingiz bo'ladi. Siz natija keltirsangiz, albatta, direktorlar sizni yoningizga maslahat so'rab keladi. Ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz baland bo'ladi. Boshqa narsalarni ham bemalol o'rgana olasiz. Ya'ni o'zingizni ustingizda o'zingiz ishlaysiz, do'stlar. Buni bo'ldi, o'rganib oldim, menga bo'ldi, boshqa narsa kerak emas demanglar. Qonunlar har kuni chiqyapti. Har kuni o'qing, har kuni o'rganing. O'rganib ham odam oxirigacha yeta olmaysizlar. O'shaning uchun har doim men maslahat beraman, o'zinglarni ustinglarda постоянно ishlab yuringlar. Bemalol oilangizga vaqt ajrata olasiz, xohlagan joyingizga bora olasiz, ularni xursand qila olasiz va yaxshi narsalar, o'zingiz xohlagan narsalarni xarid qila olasiz. Menimcha, bolalaringlarga eng yaxshi ko'rgan narsasini olib bersanglar, shunaqa xursand bo'lib ketadi-yu. Men bu o'g'lim masalan shunaqa. Olib bersam, "Rahmat oyijonim, pullaringiz ko'p bo'lsin" deb duo ham qilganda, ishoning, 7-osmonga uchib ketadi. Shu topgan pulingizda ham shunaqa
barakali bo'lib ketadi, xursand bo'lib ketaman. Tasavvur qiling, 1 yildan keyin buxgaltersiz. Astoydil agar qaror qilib 1 yildan keyin buxgalter bo'ldingiz, bemalol 10 ta firmangiz bor. O'rtacha aytganimdek, aylanmani oling, hech bo'lmasa bemalol $2000 topa olasiz. Mijozlaringiz sizga o'sha aytganimdek vaqtingizga qarab bemalol gaplashadi, vaqtingizga qarab murojaat qiladi. Ota-onangiz, farzandlaringiz, turmush o'rtog'ingizga ko'proq, sizni ularni oldida ko'proq hurmatingiz ham oshadi. Nimaga? Chunki siz o'zingiz ustingizda ishlagan ayolsiz yoki o'zingiz ustingizda ishlagan yigit bo'ling, ota bo'ling, albatta ular sizni hurmat qiladi. Bular hammasi formula do'stlar, fantastika emas. To'g'risi bular hammasi mani yo'l xaritam. Bularni hammasidan men o'tganman do'stlar. O'shaning uchun men sizlarga aniq qilib aytayapman. Bular hammasi yo'l xarita, formula. Faqat odam qat'iyat bilan ishlasin, o'zini ustida ishlasin, tinimsiz harakat qilsin, hammasiga erishsa bo'ladi. Tak, ketdik. Endi mani buxgalteriya orqali moliyaviy erkinlik 2 deb nomlangan kursim 15-iyul kuni boshlanadi do'stlar. Bugungi qatnashchilarga sovg'alardan tashqari men katta chegirmalar ham berganman. Do'stlar, kurslarimga chegirma berganman. Xohlang nasiyaga xarid qilsanglar bo'ladi, uzum nasiyaga. PayLater orqali bo'ladi. Bemalol foizsiz to'lashga, aytganimdek bepulga. Men aytganimdek, boshida ham aytib o'tdim, bepulga $1900 kurslarimni sovg'a qilaman do'stlar. Bu kursimda ichida hamma narsa bor. Ya'ni bu platforma haqida men hozir sizlarga qo'yib beraman. Platformani prezentatsiyasini. Ya'ni baraka eduni meni o'zimni ishlab chiqqan bu yerda platformamiz bor. Darslar onlayn formatda va offlayn formatda ham bor. Onlayn darslarimiz platformamizda, ya'ni saytimizda bo'ladi. Ilovamiz bor. PayLater, App Store. Xohlasangiz telefoningizga yuklab olasiz. Xohlagan vaqtingiz, xohlang 24/7, xohlang kuniga 10 soatlab shug'ullansangiz bo'ladi. Darslarni ko'rsangiz bo'ladi. Har bir o'quvchini o'zini akkaunti bo'ladi 24/7 ga. Ya'ni bu platformada har bitta o'quvchiga akkaunt ochib beramiz, ya'ni login, parol beramiz sizga. Sizga qulay bo'lgan vaqtda bemalol kirib, bemalol siz vazifalarni bajarishingiz mumkin va har bitta darslikdan keyin testlarni topshirasiz. Men o'zim shaxsan uyga vazifalarni tekshiraman. Do'stlar, men juda talabchanman. Qilmagan, ya'ni kimdir vazifasini qilmasa, men nima deydi, qilmayapsan deb nakazaniya emas, nima deydi, ogohlantirish berishim mumkin. Beraman. Shaxsiy kurator bo'ladi. Ya'ni men sizga tushunmagan joyingizni tushuntirib beraman. Qaysi mavzu sizga qiyinlik qildi yoki nimasigadir, qatigadir tushunmagan bo'lsangiz, so'rasangiz, men sizga javob berib, tushuntirib, hammasini ko'rsatib beraman. Hozir saytda o'zini ishlatishini ko'rsataman, ya'ni platforma bilan tanishtiraman. Bu platformani ko'rib chiqasizlar. Do'stlar, eng qiziq joyiga oxirida keyin notebook va shu kurslarimni 10 ta odamga bepulga qanaqa qilib qo'lga kiritsa bo'ladi. Birpas turib, hozir platformamni nimasini ko'rsataman, taqdimotini ko'rsataman. O'shandan keyin aytib beraman. Ozgina qoldi do'stlar, sovg'alarga kelyapmiz. Platformaning taqdimotini ko'ringlar. Bu yog'i sovg'alar, qiziq temalar bo'ladi yana. Bu bizning platformamiz, Baraka Eduni platformasi bo'ladi. Bu platformaga kirish uchun har bitta o'quvchi uchun login, parol beramiz, ya'ni o'sha akkauntingiz orqali kirasiz. Bu yerda bu meni o'zimning akkauntim. Masalan, kirasiz. Kirganingizda bizada darsliklar 4 ta modulga bo'lingan. Har bitta modul bo'yicha etap-etap, ya'ni bosqichma-bosqich o'tib borasiz. Birinchi bo'lib bepul darsliklar bor. Bepul darsliklarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Keyingisida, ya'ni ikkinchi modul bu nazariy. Buxgalteriya asoslari, buxgalteriyaga kirish, buxgalteriya haqida deyarli 10 ta darsliklar qo'yilgan va har bir dars uchun biza hujjatlari bilan rasmiy hujjatlarini, nima asoslarini biriktirib qo'yganmiz va sizlar ko'rib, darslarni ko'rib, bu hujjatlar bilan ham tanishishlar imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bundan tashqari bizada har bitta darsdan keyin siz amaliyot bajarasiz. Ya'ni tagida mana amaliyotga o'tasiz.
amaliyotga o'tganingizda bizada testlar ochiladi. Mana testlarni qo'yib qo'yganman. Testlarni belgilaysiz. Belgilab jo'natish qilganingizda menda amaliyotda ko'rinadi. Mana har bir o'quvchi necha foizga amaliyotlarni, testlarni yechgani ko'rinadi. Agar yecha olmasa, yechilmadi deb ko'rinadi. Bularni har bittasini men o'zim tekshirib boraman. Keyingisida bizada nazariyni tugatganingizdan keyin ikkinchi, ya'ni 3-modul bor bizada 1S dasturlari. 1S dasturida har bitta, ya'ni 1Sni mana ustanovka, kompyuterga ustanovka qilishdan boshlab, buni ustanovka qilishni ham ko'rsatganmiz va fayllarini yuklab qo'yganmiz. Siz buni o'zingizga yuklab olib, ustanovka qilib olasiz. Keyin bosqichma-bosqich 1S dasturlarini, amaliyotlarni bajarib ketasiz. Birinchi bo'lib mana darslarni bajarasiz. Undan keyin xodimni ishga olish, ustav, tovar, asosiy vositalar bor, kassa operatsiyalari bor, bank operatsiyalari bor va asosan bosh buxgalterlik qiladigan ishlar, import GTDlar ham bor, kadrlar bor. Hammasini ko'rsatib chiqqanman. Bularni ham bosqichma-bosqich o'tib, amaliyotni topshirasiz va qanchalik darajada bajarganingizni yuklab jo'natasiz. Keyingi modul bizada onlayn buxgalteriya, ya'ni buxgalteriya, hozirgi kunda zamonaviy buxgalteriyada ishlatiladigan barcha saytlarni amaliyotini qo'yib qo'yganman. Bu yerda Dedox bor, soliq saytlari, ya'ni hisobotlar jo'natish, qanaqa qilib ma'lumotlarni tahlil qilish, Mehnat.uz sayti bor, Inpes va ijara saytlari ham bor. Bularni hammasini ko'rib, bemalol o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda qanaqadir tushunmovchilik yoki darslikni jo'natadigan bo'lsangiz, chap tarafda Messenger bor. Messenger orqali savolingiz bo'lsa yoki darslikdan tushunmagan joyingiz bo'lsa, siz bemalol jo'natishingiz mumkin. Men har birini ko'rib chiqib javob beraman. Va uy vazifalarini ham bu yerga jo'natasiz. Mana misol qilib ko'rsatadigan bo'lsak, mana uy vazifasini jo'natasiz. Siz qanchalik to'g'ri qilganingizni mana bu yerda testlari bilan ko'rinib turadi va keyingi bosqichga o'tishingizni ko'rsatib boraman, ya'ni belgilab qo'yaman. Xuddi aytganimdek, bu saytimizning o'quv darsi o'zi 2 oy davom etadi. Siz 2 oy davomida bitirganingizdan keyin sizga Ta'lim vazirligidan tasdiqlangan diplom beramiz. Lekin bu sayt sizga 6 oyga, ya'ni 6 oy dostуп bo'ladi. Xohlagan vaqtingizda kirib, xohlagan soatingizda kirib, bemalol shug'ullanib, bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz qayta ko'rib, yana ma'lumotlarni mustahkamlashingiz mumkin bo'ladi. Saytimiz xuddi shunaqa, juda ham qulay, juda ham oson.